Nega Barselona va Real Madrid azaliy dushman, lekin buni futbolga umuman aloqasi yo'q. Madrid Ispaniyaning markazi va poytaxti, Barselona esa Kataloniya viloyatidagi shahar. O'tgan asr 30-yillarida Ispaniyada fuqarolar urushi bo'ladi. G'olib chiqqan diktator Franco unga qarshi chiqqan hammani, jumladan Barselona prezidentini qatl qiladi. Kataloniya bayrog'i va tilini ishlatishni taqiqlaydi. Rasman Francoga qarshi chiqolmagan barselonaliklar futbolda o'z alamini olishga harakat qiladi, lekin bu ham uzoqqa cho'zilmaydi. 1943-yilda Copa del Rey yarim finalini birinchi o'yinida Barsa 3-0 hisobida yutadi. Lekin javob o'yinidan oldin Franco askarlari Barselona futbolchilarini o'ldirish bilan qo'rqitadi va oqibatda Real 11-1 hisobida g'alaba qozonadi. Oradan bir necha oy o'tib, Real prezidenti Santiago Bernabeu Barsa bilan aloqani tiklash uchun rasman ulardan uzr so'raydi. Bu voqeaga javoban 1948-yilda Real olmoqchi bo'lgan superstar futbolchi Kubalani Barselona ilib ketadi. Lekin oradan 2 yil o'tib, Alfredo Di Stefano uchun kurashda Ispaniya hukumati yordami bilan Real yutib chiqadi. Keyinchalik u Real bilan 5 Chempionlar Ligasini ketma-ket yutgan. 2000-yildagi Figo voqeasini hamma eslasa kerak. Realga o'tib ketganidan keyin Barsa muxlislari uni o'ldirish bilan ham qo'rqitishgan. Lekin tanganing orqa tomoni shundaki, Barsa shunchaki klub emas, u Kataloniya hokimiyati tomonidan mutlaq ta'minlangan va Ispaniya birligiga qarshi chiqadigan qo'zg'olon ramzidir. 2017-yilda Kataloniya mustaqillik uchun noqonuniy referendum o'tkazadi va Madrid hokimiyati uni bekor qilib, Kataloniya hukumatini tarqatib yuboradi. Xullas, El Clasico bu faqatgina futbol emas. Uni orqasida Real, Ispaniyaning birlik ramzi va Barsa qo'zg'olonchi. Siz qaysi tarafdasiz?